Mana endi tug'ilganimizda qanaqa bo'ladi? Hujayralar top-toza mana. Tug'ilgan bolaning hujayralari top-toza bo'ladi mana. Mana hozir ichiga uyotmamizdilar. Bu biz nima ekan bu? Yedik. Ovqatlarni hozir qanaqa yeymiz? Qana aytingchi? Qanaqa yeymiz? Yosh bolalarga pul bersangiz nima yeydi? Mana kola, fast food, gamburger, to'g'rimi? Kirishki, leyslar, har xil chipslar mana. Hujayralarimiz nima bo'ldi? Kirlandi. Mana ko'rdingizmi? Mana organizm kirlandi. Mana shularni hammasini yegandan keyin hozir ko'pchilikni yosh bolalarning ichiga qotadi, bilasizlarmi? Shu nimadan? Shu fast foodlardan, noto'g'ri ovqatlanishdan, kam harakatimiz, to'g'rimi? Ham katta telefonda, kompyuterda o'tiradi. Oldingi bolalar kaptok tepib o'ynab yursa, yo'q hozir. O'tiramiz telefonda, to'g'rimi? Mana bizni kalsiyimizni solamiz ichiga, atayga bitta kapsulani mana. Mana mozgovoy kalsiy, tenshi kalsiy tenshini mana bitta kapsulasini soldik. Mana momentalni top-toza bo'ldi mana. Ko'rdinglarmi? Hujayraviy darajada bizni organizmimiz tozalaydi. Mana top-toza bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Organizm toza bo'lgandan keyin inson sog'lom bo'ladi.